Ha, jaziradan murabbiy bilan chiqisha olmadim. O'shandan keyin yoqtirmagan mana shu Gollandiyani. Mana Ronaldoni ham gollandiyalik sindirdi-da. Kal. O'sha hozirgi nima? Manchester oldin murabbiy. Ten Hag. O'shandan beri yomon ko'raman Gollandiyani. Men o'zi jaziraga jahon chempionatida klublar jahon chempionati Real bilan o'ynayman deganman. Yo'q, jahon chempionatida o'ynayman Ronaldoga qarshi deganman. Ronaldo o'sha payt kumir. 2017-yil o'ynayman deb o'sha jaziraga o'sha sababdan borganman-da. O'ynamaganman, 5 oy o'ynatmagan, klubda jahon chempionati kelgan, meni zaif qilgan. Keyin o'sha Real bilan o'yinda murabbiyning oldiga kirganman. Shu 3-o'yin Real bilan bo'lgan. Qolganlarda o'ynatmagan, 1 minut. Zaxirada bo'lganman. Real bilan o'yinning oldiga kirganman. Murabbiy deganman. Sen tushunaman, mayli deganman. Xafagarchilik yo'q, men shu Real bilan o'yinga deganman. Kimga tushirman deganman. Ota-onam kutib turibdi men. Butun O'zbekiston xalqi kutib turibdi meni deganman. Shu Real bilan o'yinaman. Kutib turibdi butun O'zbekiston. Hamma joyda jaranglab ketdi-ku, intervyu unaqalarda, Yangi yilda sadolashib Real Madrid Ronaldoga qarshi. Tushir deganman, 2 minut xatya deganman. Ota-onam qo'shganman-da, ota-onam turibdi desam, endi inglizcha I don't care about your family deganda. Tushundingizmi? Men qiziq san o'ylayman deganda. O'shanda murabbiy. O'shanda bilganman, sen odam emas ekansan deb chiqib ketib, keyin o'sha jahon chempionati tugagandan keyin ketganman.